Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topgan kunlari faxrlanar ekanki, men kunlarning ichidagi eng bir faxrli kunmanki, menda Nabiy sollallohu alayhi va sallam tavallud topganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topgan soatlari faxrlanar ekan. Men shunday bir soatmanki, menda Nabiy sollallohu alayhi va sallam tavallud topganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topgan buqa deydi, yerni bo'lagi faxrlanar ekanki, menda Nabiy sollallohu alayhi va sallam tavallud topganlar. O'zi faxrlanishlikka kim loyiq desa, siz va biz ummat loyiqmiz. Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan 600 yillardan keyin Barzanji rahmatullohi alayh Mavlud nomi bilan bir kitob yozdilar. Odamlarga eshitishligi yaxshi, yoqimli bo'lsin deb she'riy uslubda yozdilar. Bu yozishliklarining sababi Rasululloh aytgan ekanlarki, "Man madahani walau kana bish-sha'ron wajabat lahu shafaati." Kim meni maqtasa, agar chandiki ikki qator she'r aytib bo'lsa ham, menga vojib bo'ladi o'sha ummatimni shafaat qilishlik degan ekan. Shunga ko'ra Mavludi Nabaviyani yozdilar. Mavludi Nabaviyani yozishlikda Al-jannatu va na'imuha sa'dun liman yusalli va yusallimu va yubarik alayh. Al-jannatu jannat bo'lsin va na'imuha va jannatning ne'matlari bo'lsin kimga bir odamgaiki u menga salovat aytardi dedilar. Kim menga salovat aytsa jannat va uning ne'matlari bo'lsin deb Al-jannatu va na'imuha sa'dun liman yusalli va yusallimu va yubarik alayh. Attirillahumma qabrahul karim. Ey Alloh, biz ummatlar tarafidan aytilayotgan salovatlar tufayli u zoti sharifni ravzalarini muattar qilib qo'ygan deb mana keltirilgan. Har bir bo'limni oxirida shu al-jannatu va attirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadiyyin min salatin va taslim deb baytni tugatiladi. Bu baytda keltiriladiki, Mavludi Nabaviyada Payg'ambarimiz aytadilar, "Men 80 ta ota, 80 ta onadan o'tib dunyoga kelganman. Biror bir otada, biror bir onada johiliyat johilligi bo'lmagan" dedilar. Harom ish bo'lmagan dedilar. Hatto zino tugul, zinoga yaqin bo'lgan ish bo'lmagan dedilar. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam otalari Abdulloh, onalari Omina, bobolari Abdul Muttolib bo'lgan deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dushanba kuni dunyoga kelganlar. Kelishlari haqida aytiladiki, doyalardan 3 ta ayol doyalik qildi. Birlari Shifo, ikkinchilari amakilari Abu Tolibning xotini Fatima va uchinchilari Ummu Ayman degan ayollar doyalik qilganlar. Aytadilarki, to'lg'oq tutib tug'ilish boshlangan edi-yu, lekin biz kirib borganimizda onada qiyinchilik, mashaqqat, og'riq yo'q edi dedilar. Onani yotkizgan paytimizda go'dak dunyoga kelardi oyog'i bilan. Ishora shetda keltiriladiki, Nabiy sollallohu alayhi va sallam ham muborak boshlari bilan kelayotgan edilar. Alloh taolo aytgan ekanki, "Yo Habibim, yo do'stim, sizni bu dunyo muborak boshingiz bilan kelishlikka arzimaydi, oyog'ingiz bilan" degan ekan. Ana Nabiy sollallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar, sajda qilgan holatda dunyoga keldilar dedilar ayollar. Agar debdilar Rasulullohdan boshqa biror bir go'dak boshi oyog'i bilan kelib qoladigan bo'lsa, yo onasi halok bo'lar ekan, yo bola halok bo'lar ekan. Ana Nabiy sollallohu alayhi va sallam g'oyri odat dunyoga keldilarki, hali unaqa dunyoga kelmagan edi dedilar. Ana Nabiy sollallohu alayhi va sallam dunyoga kelganlarida bir nur osmonga ko'tarildi dedilar. Va go'daydan atirdi hidi gupurlab turardi. Shu atir hidi haqida keltiriladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
biror bir ko'chadan yoshlilardan o'tsalar, o'sha ko'chada atirni hidi kelib qolar ekan. Aytar ekanlarki, bu yerdan Muhammad amin o'tibdi deyshar ekan. Biror bir sahoba bilan so'rashsalar, bir haftaga qo'lida qolar ekan atirni hidi. Agar yosh bolalarni erkalatib boshini silasalar, bir haftaga o'sha bolachani boshida hid turar ekan, atirni hidi. Keltiriladiki, Oysha onamizdan so'rashar ekan, kechqurun uxlab, ertalab turganlarida, "Yo Oysha, Rasululloh yotgan to'shayni bizga olib chiqib bersangiz, biz yuvib sizga olib kirib beramiz." Nima qilasizlar desalar, yuvilgan suvni biz atir qilib ishlatamiz derkan. To'shayni yuvilganda qolgan suvda atirni hidi kelib qolar ekanda. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, kunlardan bir kun Rasululloh bizni hovliga keldilar. Charchagan ekanlar, dam olaman dedilar. Biz joy qilib berdik. Xona havo issiq bo'lganligi uchun Rasulullohning peshonalari va yuzlari tellashni boshladi. Shunda onam ko'rib, bir idish oqtarib topdilarda, Rasulullohning peshonalaridan va yuzlaridan oqayotgan terni sidirib idishga solayotgandilar. Rasululloh uyg'onib, "Nima qilyapsiz?" dedilar. Onam aytdilarki, "Yo Rasululloh, sizdan oqqan terni biz idishchaga solib, tepasiga suv quyib, atir qilib ishlatamiz. Shuning uchun men ham oldim, rozi bo'ling" degan ekanlar. Ana Nabiy sollallohu alayhi va sallamning atirlari haqida keltiriladiki, payg'ambarimiz Makka-i Mukarrama Quraysh qavmida dunyoga kelgan bo'lsalar, shaharda dunyoga kelganlar. Arablarning odati sahroga, qishloqqa berib yuborishar ekan. Aytda ayollar emizishib, tuya suti, ot sutini ichkizishib, pahlavon, polvon bo'lib kelishar ekan. Shunga ko'ra, odatlariga ko'ra sahroyi qishloqdagi arab ayollar erlari bilan otlarda, tuyalarda, eshaklarda shaharga kelib, emizikli bola bormi? Emizikli bola bormi? Biz emizib olib kelamiz deb haq evaziga. Agar boylarning bolasini olsa, orqasidan keladigan sarfi xarajat pullarning evaziga yaxshi yashashar ekan. Shuning uchun chaqqon kelishar ekanki, boylarning bolasini olaylik deb. Shunga ko'ra Halima-i Sa'diya degan Rasulullohni emizgan ayol bor. Shu ayolda endi tarixida keltirilibdiki, eri bilan kambag'al holatda yashashardi. Shuni evaziga shaharga kelib, emizikli bola olib ketishardi-yu, bir ko'kragida sut yo'qligidan, bir ko'kragidagi sut ikkita chaqaloqqa yetib yetmasdan olib kelgan bola ham kechasi bilan yig'lab chiqardi. Eriga malol kelib aytdiki, "Endi shu bolani tashab, endi qaytib bola olib kelma. Agar bola olib kelsang, ko'ryapsan, kechasi kunduzi yig'layapti. Zulm qilyapmiz bu bolaga. Endi tashlaymiz u bola olmaymiz" deyishib, eri shu gapni gapirgan edi. O'sha fursat bo'lganda emizikli bolalarni tashab, emizgani bola olgani kelishayotganda, tuyalari bor, otlari bor, semiz eshagi borlar tez yurishib boylarning bolasini olib qaytib kelishardi-yu, Halima-i Sa'diyalarning eshagi ochligidan, arriqligidan qo'tir bosib ketib, eri xotinni mingazib kelardi-yu, oxirida keldida Halima-i Sa'diyani erlari aytdiki, "Ey Halima, mana ko'rding, boylarning bolasini olib ketib bo'lishdi. Otasi bor bolalarning bolasini olib ketib bo'lishdi. Yana qiziqib yurmagin birorta bolaga. Chunki qiynab qo'yamiz endi. Chunki u ham kambag'al, biz ham kambag'al, qiynalamiz. Xo'p, dadasi olmayman. Shu bolani topshiraylik bo'ldi" deb bolani topshirib, ko'ngliga mehr tushgan ediki, dadasi hech bo'lmasa bitta olmasam ham bir mehrim qalbimni sovutib chiqib, bir ko'rib olmasam ham. Ha mayli dedi. Qishloqda oralab Rasululloh dunyoga kelgan hovlini eshik taqilladilar. Omina onamiz chiqdilar, "Emizgani bola bormi?" dedilar. Chunki unga cho'r Rasulullohning eshiklarini taqillatishib, "Bola bormi?" "Ha, bola bor." "Otasi bormi?" "Yo'q, yetim." Indamay ketishaverardi. Omina onamiz rosa yig'lagan ekanlar. Qo'llariga ushlab olib yig'lagan ekanlar. "O'g'lim, agar otang bo'lganda hozir sen bunchalik
qolib ketmas eding. Agar otang bo'lganda edi, seni birinchilardan olib ketishardi. Seni hech kim olmayapti deb rosa yig'lagan ekan. Shunda Abdul Muttolib bobomiz, "O'ksim men, xafa bo'lmen. Otasi borlardan ko'ra orqasidan biz sarf xarajatini yaxshilab jo'natamiz. Bular bilmayapti xolos. Bittasi kelib albatta olib ketadi" derkan. Shunda ham chiroyli, shunda ham go'zal, shunda ham ko'rkam, shunda ham barakotlik, fayzli bolani ham bular ko'rmasdan otasi yo'q ekan deb ketishyapti-yu, birortasi ko'rasiz olib ketadi deb uyga kirgizib yuborgandilar. Halima-i Sa'diya ham eshikni taqillatdi-da, Omina onamiz chiqdilar, otasi bormi dedilar, yo'q, otasi yo'q, yetim. Indamasdan ketdi. Rosa yig'lagan ekanlar. Omina onamiz. Bir aylanib bola topolmasdan, hech bo'lmasa mayli olmaymanu, bir ko'rib qo'yay, shu qalbim sovusin deb, bolangizni ko'rsatingchi, yuring deb Rasulullohni oldilariga olib kirib, shunday ko'rsatuvdilarki, dod deb baqirgan ekanki, dadasi, xo'jayin, bu bolani ko'ring, olmasak ham olasiz deb turib olasiz. Emizmasang ham bolamiz shu bolani emizasan deb turib olasiz. Bunaqa bola men ko'rmaganman. Olaver dedi. Shunda Omina onamizga o'rab, yo'rgaklab bering dedi. Xo'p dedi. Yo'rgaklab chiroyli qilib beruvdilar. Tashqariga chiqib yugurib kirgan ekanlar. "Yo Omina, o'zingizga sepgan atirdan menga ham sepib qo'ying. To'yinki uyga borgunimgacha bu chaqaloq yig'lamasdan borib olsin" deganlarida Omina onamiz yig'lab aytgan ekanlarki, "Ey Halima, atirni o'zingiz bilan birga olib ketyapsiz, menda atir yo'q, go'dayda atir bor" degan ekanlar. Halima-i Sa'diya onamiz Rasulullohni go'dayni olib chiqib erlariga ko'rsatib, eshakka o'tirayotgan paytlarda Rasulullohning oyoqchalari qo'tir bosgan eshakni terisiga tegdi-da, qo'tir o'sha yerda to'kilishni boshlagan ekan. Shunday darajada nima qildiki, yo'l ketayotib qo'tiri to'kilib ketdi-da, oxirida kelgan eshak tez yurganligidan hammasidan o'tib ketdi-da. Otda ketayotgan sahroyi qo'shnilar aytdilarki, "Oy Halima, bu eshaklaringga nima yedirdilaring? Otdan ham o'tib ketyapti" deganda, "Yo'q, biz yedirmadik. Alloh kuch beryapti" dedilar. Halima-i Sa'diya onamiz aytadilarki, "Uyga olib kirganimda orqamdan baraka kirayotganini ko'rdim" dedilar. Hatto ertalab turib qo'y-u, mol-u, eshak-u hamma hayvonimizni sahroga adirga chiqarar edik. Qaytib kelganda o't yo'qligidan yelinib puch kelardi. Hamma qo'shni qishloqdagilarda mol-u qo'yini yelinib puch keldi-yu, bizniki bo'lsa to'la keldi. 3-4 kun shundan kelgandan keyin cho'ponlarga aytishgan ekan, "Biznikini ham o Halima-i Sa'diyani mol-u qo'yi boqilayotgan joyda boqinglar, bizni ham mol-u qo'yimizni yelini to'lib kelsin" deyshar. Bu Rasulullohning barakalari edi dedilar. Rasulullohni Halima-i Sa'diya onamiz uylariga olib kelib, suti bor ko'kraklarini tutdilar. U ko'krak chap ko'krak ekan, emmagan ekanlar. Sut bo'lmasa ham mayli 10 ko'kragimni tutay deb 10 ko'kragini tutganlarida sut kelib 10 ko'krakni emgan ekanlar. Shunda ishora aytiladiki, Rasululloh o'sha yerda ham akalarimni haqqini yemib qo'ymay deb 10 ko'kraklarni emgan edilar. Alloh taolo ana shunday fayz bergandi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shunaqa atirlangan holatda dunyoga keldilar-da. Atirlangan edilar, nurlangan edilar. Shilimshiq, parda, qon, suv yo'q ekan, balki yog'langan quruq ekanlarda. Qon ham yo'q, qonni hidi ham yo'q ekanda. Va bu yog'langan, atirlangan, nurlangan bu go'dayni ko'zlari qanaqa ekan deb muborak ko'zlariga qarasa, muborak ko'zlariga surma qo'yilgan ekan. Bu surma qo'yilgan, atirlangan, yog'langan, nurlangan bu go'dayni kindiklarini kesish kerak deb kindiklariga qarasa, Allohning qudrati bilan kesib tugib qo'yilgan ekan. Bu kindigi kesilgan, nurlangan, atirlangan, yog'langan, surmalangan bu go'dak o'g'ilmikin, qizmikin deb avratlariga qarasa, kaftlari bilan bekitib olgan ekanlarki, nomahramlarning ko'zi tushmasin deb.
Ummu Ayman onamiz aytadilarki, uzr so'rab kaftchalarini ko'tarsam, xatna qilingan o'g'il ekanlar deydi. Yana bir o'rinda aytiladiki, payg'ambarimizning bobolari Abdulmuttolib bobomiz 7 kunliklarida tig' tegizdirib qo'yganlar deyiladi. Lekin aslida Rasululloh xatna qilingan dunyoga kelganlar. Ana Ummu Ayman onamiz Rasulullohni oq matoga yotkizib, onalariga dohsi uzatayotgan paytlarida ichlarida bir narsa g'alayon qilardiki, qara bu yog'langan, nurlangan, atirlangan, surmalangan bu go'dak qanday harakatlanyapti. Go'dakka qarasalar lablari qimirlayapti ekan. Nima deyapti ekan bu go'dakni muborak lablariga quloqlarini olib borsalar, ummati 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 deydi. Ey Alloh, meni payg'ambar qilar ekansan, menga ummat berar ekansan, shu ummatni qiyomat kunida shafaat qilishlikni menga bergin deb Alloh taologa yig'layotgan edilar deyiladi. Ana Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramada Abdulmuttolib bobomizni qo'llarida tarbiyalandilar. Emizikli onalari Halima Sa'diya bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 25 yoshlarida Hadicha Kubro onamizga uylandilar. Hadicha Kubro onamizdan farzand ko'rdilar. 3 ta o'g'il. 2 ta o'g'il ko'rdilar. Halimadan Hadicha Kubro onamizdan 3 ta qiz ko'rdilar. 4 ta qiz ko'rdilar. Hamma farzand Hadicha Kubro onamizdan bo'lgan, bittagina o'g'illari oxirida dunyoga kelgan Moliyai Qibtiya degan ayoldan dunyoga kelgan. Qizlari dunyoga kelish, hayot kechirishdi, umr ko'rishdi, o'g'illari-chi desa o'g'illari dunyoga kelib o'lishgan. Har birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llarida turganda jon bergan. Har birlari eshitishgan Rasululloh bilan Azroil alayhisalomning suhbatlarini-ki, ummatingizni tanlaysizmi, farzandingizni tanlaysizmi? Rasululloh hech ikkilanmasdan ummatim deganlarida Rasulullohning yuzlariga bir tabassum qilib jon topshirishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgisi Moliyai Qibtiya onamizdan ko'rgan o'g'illari Ibrohim Rohiqul Maxtum degan kitobda 18 oyligida jon topshirgan deydilar. Yuvib, kafallab qabrga qo'yib, bir ot ekanlarda bir yig'i kelib yig'lagan ekanlar. Sahobalar yugurib kelib, "Ya Rasululloh, nimaga yig'layapsiz?" Rasululloh aytgan ekanlar, "Alloh omonat bergan edi, shu omonatini oldi." "Ya Rasululloh, bizni yig'lashdan qaytarib o'zingiz yig'laysizmi?" Rasululloh aytgan ekanlar, "Agar meni boshimga kelgan bu musibatni butun ummatimning boshiga qo'yilsa, ummatim chidalmaydi. Lekin men sabr qilaman, umid qilaman. Hali ummatim ichidan shunday o'g'lonlar dunyoga keladilarki, 3 ta o'g'limni o'rnini bosadigan, shular bilan men faxrlanaman" dedilar. O'sha ummatning o'g'loni sizni bizda. Tasavvur qiling. Hozir Rasululloh kirib kelib qolsalar, oppoq chakmonda, oppoq sallada, qo'llarida hassa shunday eshikdan kirib kelib qolsalar, xollagan birimizni ro'paramizga kelib so'rasalar, "Meni yaxshi ko'rasizmi?" desalar, nima deymiz? Ha desak, soat 2 dan o'tayotgan bu 2 ga yaqinlashayotgan bo'lsa, "Meni o'yladingizmi?" desalar nima deymiz? Rasululloh aytsalarki, "Men siz ummatlarni o'ylaganman, hatto par yostiq, par to'shayda, yumshoq bo'lish, yumshoq to'shayda emas, xurmo po'stlog'idan bo'lgan to'shayda yotardim. Bomdodga imomlikka o'tsam, orqamda turgan sahobalar yig'lashardi, yelkamda, belimda xurmo po'stlog'ining izini ko'rib. Sahobalar, "Ya Rasululloh, siz ham yumshoq bo'lish to'shayda yoting" deb yumshoq bo'lish to'shay olib kelishsa, men bu yumshoq bo'lishi to'shayda yotib olib, qiyomat kunida ummatimning gunohini qanday so'rayman deb ummatimni o'ylab yotmaganman desalar. Yo'inki so'rasalarki, "Meni yaxshi ko'rasizmi?" desalar, "Ha" desak, "Ha, meni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, 2 ga yaqinlashayotgan bo'lsa,
qanchalik o'yladingizki, men ummatimni o'ylab qornimga yapaloq tosh baylangan bo'lsa-da ochlikdan tog'lar, toshlar qizil oltinga aylanaylik, bizni sarflang desa ham, men ummatimni o'ylab men tilloga aylantirmagan edim. Hatto Me'rojga chiqqanimda qornimda ochlikdan tosh bor edi. Ochidim o'sha paytda. Yelkamda bo'lsa xurmo po'stlag'ining izi bor edi. Shunday bo'lsa-da, so'rang, ey Habibim, ey do'stim, 3 ta so'rashni beraman. Nima so'rasangiz beraman deganda, ummatim dedim. Ummatimni shafaat qilishlikni so'ragan edim. Ikkinchisi deganda ummatimni shafaat qilishlikni so'ragandim. Uchinchisi deganda qiyomatda so'rayman desam, nima o'sha qiyomatda so'raydigan narsangiz deganda, ummatimni shafaat qilishlik degan edim. Siz meni o'yladingizmi desa nima deymiz? Haqiqatda Rasulullohni o'yladingmi? Mana bugun kecha Rasulullohni mana tavallud topgan oylarini boshlanishi ekan. Hech bo'lmasa Mavlud oyi muborak bo'lsin deb bir-birimizni tabrikladingmi? Hech bo'lmasa shu oyni kutib turib, qachondan kirar ekan deb o'rtag'imizmi, qo'ni qo'shnimizmi yoki ayol farzandimizmi Mavlud oyi muborak bo'lsin deyaldikmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytsalarki, xohlagan birimizni ro'paramizga kelib, "Ha meni yaxshi ko'rasizmi?" "Ha yaxshi ko'raman." "Ha yaxshi ko'rsangiz, meni o'yladingizmi?" desalar. Nima deymiz? Rasululloh aytsalarki, "Men hatto jon topshirayotgan paytimda ham siz ummatlarni o'ylagandim." Sakarul maut payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Yahudi ayol zaharlangan go'shtni yedirib qo'ygandi. Shu zaharni ta'sir qilardi. Vafot etishlari dushanba kuni bo'ldi. Dushanba kuni dunyoga keldilar, dushanba kuni vafot etdilar deyiladi. Rasululloh vafot etishlaridan oldin bir o'zlaridan ketib, bir o'zlariga kelib yotardilar. Azroil alayhissalomga Alloh taolo buyurdiki, "Ya Azroil, meni Habibim, meni do'stimmi? Ruhini olib chiqqin. Agar ijozat bersa olgin, ijozat bermasa olmagin, ziyorat qilib chiqorgin. Xunuk holatda bo'lmagin, chiroyli suratda bo'lib borgin. Azoblab, qiynab, mashaqqat bilan olmagin, og'ritib. Yengillik, halimlik, muloyimlik bilan olgin. Chiroyli suratda bo'lib borgin" deb Alloh taolo Azroil alayhissalomni jo'natdi. Azroil alayhissalom Arobiy suratida bo'lib eshikni kelib taqillatdilar. Ichkaridan ovoz keldi. Rasululloh o'zlari bilan o'zlari ovoralar degan ovoz keldi. Bu Fatima Zahro onamizning ovozlari edi. Yana bir fursat o'tib, yana eshikni taqillatdilar. Yana ovoz keldi. Rasululloh o'zlari bilan o'zlari ovoralar. 3-marta chaqirganlarida, taqillatganlarida Rasululloh bir o'zlariga kelib, "Ya binti Fatima, ey qizim Fatima, kim ekan u chaqirguvchi?" "Ya Rasululloh 3 marta chaqirdi. Ikkitasiga ovoz qildik. Eshik tagida turibdi, ketmayapti." Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, "Eshikni zinjirini olib, eshikni oching." Eshikni zinjirini olib, eshikni ochib burchakda turadilar. Azroil alayhissalom kiryatib Fatima Zahro onamizga bir qarovdilar. Oyoq qo'llari uyushdida sovuq ter chiqib ketdi. Rasululloh oldilariga borib Fatima Zahro onamiz, "Ya Rasululloh, bu kirguvchi odam o'zi chiroyli odam ekan-u, qarashi sovuq ekanda. Bir qaraganida oyoq qo'lim uyushib, sovuq ter chiqib ketdi" dedilar. "Tanimadingizmi?" dedilar. "Yo'q, tanimadim" dedilar. "Bu zot" dedilar. Go'daylarni yetim qiladigan. Qarang, go'daylarni yetim qiladigan, ayollarni tul qiladigan, hovlilarni vayron qiladigan, qabristonlarni obod qiladigan, dunyoyi xoyu havasini, nozi ne'matini harom qiladigan farishta Azroil bo'ladilar. "Nimaga kelibdi? Nimaga kelibdi?" dedilar. "Bu olib ketgani kelibdi" dedilar-da. Qarang, olib ketgani kelibdi dedilar. Qolgani emas, gaplashgani emas, ziyoratga emas dedilar. Fatima Zahro onamiz dod deb yig'lavdilar. Rasululloh aytdilarki, "Qizim, yig'lamen. Birinchi bo'lib yo'liqguvchi siz, menga siz bo'lasiz" dedilar. 6 oy o'tib Fatima Zahro onamiz ham o'lim sharbatini totganlar. Rasulullohning oldilariga Azroil alayhissalom o'tirib, salom alayk qilib, didorlashib, suhbatlashganlardan keyin, "Ya Rasululloh, Alloh menga buyurdi ruhingizni olishlikni.
Agar ijozat bersangiz olar ekanman, ijozat bermasangiz olmas ekanman dedilar. Men Robbimiz huzuriga osh qilyapman. Oling jonimni dedilar. Boshmaldag'dan, tovondan, tizzadan kindikka kelganda Rasulullohni qarangki, yo Rasul, yo Azroil, o'lim ham shunaqa bo'ladimi dedilar. Shunaqa ham alamli, shunaqa ham og'riqli bo'ladimi? Ummatim qanday chidar ekan? Yo Azroil, meni ummatimga yengillik qiling, muloyimlik qiling, halimlik qiling. deb Azroil alayhissalomga buyurdilar. Rasululloh shuni aytib, o'sha yerda ham men ummatimni o'yladim. Sizchi meni o'yladingizmi desalar nima deymiz? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ali aytadilarki, Rasululloh ummatimni buyuraman namozga dedilar, ovozlari kelmay qoldi. Lablari qimirlab qoldi. Rasululloh nima deyaptilar ekan deb muborak lablariga quloqlarini olib borsalar, ummati deyotgan. Ya Alloh, meni payg'ambar qilding, menga ummat berding. Shu ummatni qiyomat kunida shafaat qilishlikni menga bergin deb Alloh taologa yig'layotganidilar deyiladi. Oysha onamizga aytgan ekanlar, "Ya Oysha, musvok olib kelib bering" deganlarida o'zlari ishlatadigan musvokni bergan ekanlar. Rasulullohdan so'radilar, "Ya Rasululloh, bu musvokni nima qilasiz?" Rasululloh aytgan ekanlar, "Robbimning huzuriga xushbo'y bo'lib boray" degan ekanlar. Og'zilariga musvokni solib berganlarida Oysha onamiz tezlikda og'zlariga solgan ekanlar. Aytgan ekanlar, "Rasulullohning tupriklari bilan meni tuprigim aralashdi" degan ekanlar. Rasululloh shu bilan bu dunyoyi foniydan dunyoyi boqiyga rihlat qildilar. Endi bir o'ylab ko'raylik. Siz biz uchun dunyoga kelib, hali tanalari qurimasdan ummat degan, ummat deb yashagan, ummat deb bu dunyodan foniydan dunyoyi boqiyga ko'chish qilgan zot mana tavallud topgan oylar ekan. Nimaga biz eslamaymiz? Nimaga biz nimamizda? Chunki mana shu yerda o'tirgan kim Rasulullohning tug'ilgan kunlarida yo otasi, yo onasi, yo amakisi, yo tog'asi, yo ammasi, yo xolasidan, yo o'rtog'i, yo qo'shnisidan kim sovg'a olgan? Hech kim. Agar siz va biz endi shuni qilsak-chi, mana Rabiul avval oyining 12-kuni chiroyli bir dasturxon solib, hech bo'lmasa bittadan shikalatmidi yoki bir sovg'acha qilib turib, "Ha, opoqi, bugun Rasulullohning tug'ilgan kunlari ekan" desak. Yana so'rab yuradi, "Opoqi, ha, Rasululloh tug'ilgan kunlari qachon?" deb so'rab yuradi. Shu bilan xonadonimizda Rasulullohni tanishlik boshlanadi. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin, hammalarimizni Alloh rushdi hidoyatda qilsin. Bizlarga bu Rabiul avval oyini xayrli, barakotli, fayzli bo'lishligida Alloh nasib qilsin. Alloh